Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz tinglovchilar. Bugungi video darsimiz A'zam Xoliqovning pedagog mahorat darsligining 11-bobi o'qituvchining ta'lim jarayonidagi mahorati mavzusiga bag'ishlanadi. Ushbu mavzuda biz o'qituvchining kasbiy va psixologik tayyorgarligi, bilim va axloqiy sifatlari, shuningdek ta'lim jarayonlarida qo'llaniladigan muhim didaktik qonuniyatlar haqida fikr yuritamiz. Bundan tashqari darsning turlari, darsning maqsadlari, o'qituvchining darsga tayyorgarlik jarayoni va bosqichlari mavzusidagi muhim ma'lumotlarni ko'rib chiqamizki, chunki attestatsiyada tushgan juda ham ko'p savollar, testlar bugungi darsimizda ham joy olgan. Shunday ekan, diqqat bilan kuzating va o'zingiz uchun foydali jihatlarni qayd etib boring. O'qituvchi, keling, mavzudan oldin o'qituvchi haqida suhbatlashamiz. O'qituvchi kim? Men, siz, ya'ni pedagog. O'qituvchi pedagog va psixologik jihatdan o'z ixtisosligi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy fazilatlarga boy ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir. Hozirgi kunda o'qituvchining pedagog mahoratida bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish, baholash kabi didaktik qonuniyatlar ta'lim berishning muhim kategoriyalari sifatida e'tirof etilgan. Hurmatli ustozlarim, demak, o'qituvchi ham pedagogik, ham psixologik jihatdan o'z ixtisosligi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy fazilatlarga boy ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxs ekani va mana bu ma'lumotlar bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholash, bular shu pedagog mahoratda didaktik qonuniyatlar ta'lim berishning muhim kategoriyalari sifatida e'tirof etilar ekan. Bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez va baholash. O'qituvchining individual nutq madaniyati xususiyatlari, ya'ni har bir o'qituvchining individual, ya'ni shaxsiy mana shu nutq madaniyati xususiyatlari bo'lishi kerak. Ya'ni bu hammamizda nutqning to'g'riligi, nutqning aniqligi, nutqning ifodali bayon etilishi, nutqning sofligi, nutqning ravonligi va nutqning boyligi. Ustozlarim, esingizda bo'lsa, 10-bobda biz sizlar bilan nutq turlari mavzusida, ya'ni nutqning xususiyatlari, nutq turlarining xususiyatlari haqida suhbatlashganimizda shu kabi testlarni tahlil qilgan edik, ya'ni nutqning aniqligi va esingizda bo'lsa, nutqning aniqligi va ta'sirchanligi degan xususiyatlari bor edi, to'g'riligi va ravonligi kabi. Bu endi boshqa narsa. Ma'lumotlar shunga o'xshab ketadi. Bu o'qituvchining individual, ya'ni o'zimniki deb anglab olishingiz kerak bo'ladi. Individual nutq madaniyati xususiyatlari, ya'ni mana shu 6 ta nutq madaniyatidagi mana shu 6 ta xususiyat har birimizda shakllangan bo'lishi kerak, har bir o'qituvchida. Darsga to'xtalamiz. Dars ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy shakli, usuli bo'lib, unda sinf dars tizimining barcha xususiyatlari aks etadi. Darsda o'qituvchi tashkiliy tartibni va ta'limning muntazamligini ta'minlaydi. Demak, hurmatli ustozlarim, dars ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy usuli ekan. Demak, ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy shakli bu dars. Undan tashqari ta'lim jarayonining yordamchi shakllari bor. Bularga to'garaklar, fakultativ mashg'ulotlar kiradi. Asosiy shakli dars ekan. Ta'limning asosiy shakli dars. Uni yordamchi shakllari to'garaklar, fakultativ mashg'ulotlar, ekskursiya, mustaqil ishlar, bular yordamchi shakllari. Xo'p, darsning qoidasi. Dars bevosita o'qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta'lim jarayonining asosiy shaklidir. Qaytaraman, bu qoida ustozlarim. Bu qoidani konspekt daftaringizga yozib qo'ying. Dars bevosita o'qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt mobaynida
muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta'lim jarayonining asosiy shakli. O'qituvchining o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish mahorati aynan shu dars jarayonida namoyon bo'lar ekan. Ustozlarim, dars doirasida ommaviy, guruhli va individual ta'lim shakllarini birlashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Qaytaraman. Dars doirasida qanday ta'lim shakllarini birlashtirish imkoniyati yuzaga kelar ekan? Eslab qolamiz. Dars doirasida ommaviy, individual va guruhli ta'lim shakllarini birlashtirish yuzaga kelar ekan. Endi ommaviy ta'lim shakli qanday, guruhli ta'lim shakli qanday va individual ta'lim shakli qanday? Har biriga hozir alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, ommaviy dars bu butun sinf bilan birgalikda o'tiladigan dars. Deylik, matematika darsida o'qituvchi barcha o'quvchilar bilan bir vaqtni o'zida masala yechadi, bir vaqtni o'zida ishlaydi. Guruhli dars bu kichik guruhlarga bo'linib ishlaydi. Ya'ni endi sinfdagi o'quvchilar 4-5 kishilik guruhlarga bo'linadi. Individual dars bu o'quvchi bilan alohida ishlash. Ya'ni, masalan, deylik, matematika darsida misolni tushunmagan bola bo'lsa, o'qituvchi o'sha bola bilan yakka tartibda mashq qiladi. Demak, dars doirasida qanday ta'lim shakllarini birlashtirish imkoniyati bor ekan? Qaytaraman. Dars doirasida degani dars tarkibida ommaviy, guruhli va individual ta'lim shakllarini birlashtirish imkoniyati yuzaga kelar ekan. Ana endi dars haqida to'xtaldik. Darsning turlarini ko'rib chiqamiz. Yana qaytaraman, darsning turlari ham attestatsiyada tushgan edi. Hozir endi sizlarga namunaviy testni taqdim qila olmayman. Namunaviy testlar hozir qo'l ostimda yo'q, lekin ishoning ustozlar, har bir dars turi vaziyatli savol bo'lib berilgan. Sizlarga testni taqdim qila olmayman, lekin sizlarga mana shu dars turlarini har birini parollab, bir-biridan farqlab tahlil qilib bera olaman. Birinchi darsimiz aralash dars. Ikkinchisi yangi materiallar bilan ishlash darsi. Uchinchisi bilimlarni mustahkamlash va takrorlash darslari. To'rtinchisi o'rganilganlarni umumlashtirish va tizimlashtirish darslari. Beshinchisi ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish va mustahkamlash darslari va oltinchisi bilimlarni tekshirish darslari. Aralash darslar. Aralash darslarni yana bir nomi kombinatsiyalashgan darslar. Aralash darslar yoki murakkab tuzilishga ega bo'lgan ushbu dars jarayonida e'tibor beramiz. Aralash darsni murakkab tuzilishga ega deyapti. Murakkab tuzilishga ega bo'lgan ushbu dars jarayonida o'qituvchi quyidagi kombinatsiyani qo'llashi mumkin. Uy vazifalarini tekshirish va o'quvchilar bilan savol-javob, yangi materiallarni o'rganish, bilimlarni mustahkamlash, o'quvchilar bilimlarini tekshirish va baholash, uyga vazifa berish. Qarang, nima uchun aralash deyilyapti? Aralash deyilish sababi bu kombinatsiyalashgan dars ekanda, ya'ni uyga vazifa tekshirilgandan so'ng o'quvchilar bilan savol-javob o'tkazilar ekan, ya'ni takrorlash qilinar ekan oldingi dars. Keyin yangi ma'lumot berilar ekan, yangi ma'lumot mustahkamlanar ekan va yana o'sha mustahkamlangan bilimlar tekshirilib, baholanib, uyga vazifa berilar ekan. Shuning uchun ham murakkab, ham o'tilganini so'rashga urg'u berilyapti, ham yangi mavzu tushuntirilib, ham yangi mavzu mustahkamlanib tekshirilyapti. Kombinatsiyalashgan darsi. Attestatsiyada qanaqa savol tushganida o'qituvchi darsni boshida uy vazifalarini tekshirdi va o'quvchilar bilan mavzu yuzasidan savol-javob o'tkazdi. Yangi materialni o'rganib, bilimlarini mustahkamlagandan keyin o'quvchilar bilimlarini tekshirdi va baholadi. Ularga uyga vazifani dars yakunida uyga vazifa berdi. O'qituvchi qaysi dars turidan foydalanildi degan savol attestatsiyada tushgan edi. Bu kombinatsiyalashgan dars. Ikkinchi darsimiz yangi materiallar bilan tanishish darsi. Yangi materiallar bilan tanishish darsi yoki yangi bilimlarni
o'rganish darsi ham deyilar ekan. Qaytaraman. Yangi materiallar bilan tanishish darsi yoki yangi bilimlarni berish darsi deyilar ekan. O'qituvchi rahbarligida o'quvchilar mustaqil ish olib boradilar. O'qituvchi darsni tuzilishi va olib borilishini quyidagicha ta'minlaydi. Yangi material o'rganish uchun asos bo'lgan avvalgi material takrorlash va yangi materialni tushuntirish va darslik bilan ishlashni tashkil etish, bilimlarni tekshirish, mustahkamlash va uyga vazifa berish. Ko'rib turganingizdek, bu dars turini boshqa dars turlaridan bemalol farqlay olasiz, chunki urg'u faqat yangi bilim berishga qaratilyapti. Yangi materialni o'rganishga asos bo'lgan avvalgi material takrorlanyapti. To'g'ri, avvalgi material takrorlanyapti, xuddi kombinatsiyalashgan darsga o'xshab, lekin bu yangi materialni o'rganish uchun asos bo'lgan avvalgi dars takrorlanyapti. Ya'ni o'sha takrorlanayotgan avvalgi dars ham maqsad yangi materialni o'rganish ekan, asos ekan o'rganishga. Keyin yangi material tushuntirilib va darslik bilan ishlashni tashkil etilar ekan. Bilim tekshirilib, mustahkamlab uyga vazifa beriladi. Urg'u faqatgina yangi mavzuni tushuntirishga qaratiladi. 3-chi dars turimiz bilimlarni mustahkamlash va takrorlash darslari. O'qituvchi darsning asosiy mazmunini ilgari o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashga qaratadi. Asosiy e'tibor o'rganilgan mavzularni takrorlash tarzida mashg'ulot olib borishga qaratiladi. Tuzilishi bo'yicha bunday darslarni o'qituvchi quyidagi bosqichlarda tashkil etadi. Ya'ni o'quvchilarning bilish qobiliyati va tafakkurini tekshiradi, og'zaki va yozma mashqlarini bajarib, topshiriqlarni nazorat qilib, uyga vazifa beradi. Demak, ustozlarim, bu darsga siz nozik jihati asosiy e'tibor deyapti, o'rganilgan mavzuni takrorlash. Demak, urg'u o'rganilgan mavzuni takrorlashga qaratilyapti. Tuzilishi bo'yicha bunday darsni bosqichi qarang. Hammasi faqat bilimni mustahkamlashga doir topshiriqlar. O'quvchilarning bilish qobiliyati va tafakkurini tekshirish, og'zaki va yozma mashqlarini bajarish, topshiriqlarni nazorat qilish va uyga vazifa berish. Demak, tafakkuri tekshirilyapti, mashqlar bajarilyapti, nazorat qilinib, uyga vazifa berilyapti. Keyingisi o'rganilganlarni umumlashtirish va tizimlashtirish darslari. O'qituvchi rahbarligida o'rganilgan o'quv materiallari murakkab savollar asosida takrorlanadi va tizimlashtiriladi. Bu jarayonda o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarning kamchiliklari to'ldiriladi hamda o'rganilayotgan yangi mavzuning muhim g'oyalari ochib beriladi. Umumlashtirish va tizimlashtirish darslari odatda bo'lim yoki kurs yakunida o'tkaziladi. Ustozlarim, demak, o'rganilganlarni umumlashtirish va tizimlashtirish darslarida ko'proq shu o'quv materiallari murakkab savollar asosida takrorlanar ekan va tizimlashtirilar ekan. Bu jarayonda o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlardagi kamchilik to'ldirib, o'rganilayotgan yangi mavzuning muhim g'oyasi ochib berilar ekan. Demak, kalit so'zlar. Tizimlashtirish darslari odatda bo'lim yoki kurs yakunida o'tkaziladi va o'quvchilar o'zlashtirilgan bilimlarni kamchiliklarini to'ldiruvchi, o'rganilayotgan yangi mavzuni muhim g'oyasini ochib beruvchi dars turi bu o'rganilganlarni umumlashtirish va tizimlashtirish darslari ekan. Ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish va mustahkamlash darslari o'quvchilar egallagan bilimlarni mustahkamlash, amaliyotda qo'lga olish bilan bog'liqdir. Ushbu ta'lim jarayoni bir necha maxsus darslarda amalga oshiriladi va yangi mavzularni o'rganish jarayonida davom ettiriladi. O'qituvchining vazifasi o'quvchilarning nazariy bilimlari asosida egallagan malaka va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'lga olishlarini nazorat qilishdan iborat. Hurmatli ustozlarim, demak, ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish darslarida bitta o'sha amaliyotda
amaliyotda qo'llash, ya'ni bilimlarni mustahkamlab amaliyotda qo'llay olish bilan bog'liq kalit so'zimiz amaliyotda qo'llay olish. Ya'ni o'sha ta'lim jarayoni bir nechta maxsus darslarda amalga oshirilar ekan, o'rganilgan yangi mavzularni o'rganish jarayonida davom ettirilar ekan. O'qituvchini vazifasi nima ekan? Nazariy bilimlarni eslab qolamiz ustozlar. Nazariy bilimlar asosida egallagan ko'nikma malakalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish. Bu ko'nikma va malakalarning mustahkamlash darsi ekan. Keyingisi bilimlarni tekshirish va nazorat darsi. Bilimlarni tekshirish va nazorat darsi o'qituvchi va o'quvchilarning fanlar yuzasidan o'zlashtirgan bilimlarini tekshiradi, ko'nikma va malakalarni shakllanganlik darajasini aniqlaydi, o'quv materiallarini o'zlashtirishdagi kamchiliklarni belgilaydi va navbatdagi topshiriqlarni bajarish yo'llarini ko'rsatadi. Ustozlarim, sodda qilib aytadigan bo'lsak, bilimlarni tekshirish bu nazorat ishi darsi. Ya'ni o'sha o'zlashtirilgan bilimlarni tekshirish, ya'ni BKMlarni aniqlash, tekshirish bu nazorat darsi. Xo'p, bilim, ko'nikma, malakalarni shakllangan darajasini aniqlash darsi bu bilimlarni tekshirish nazorat darsi ekan. Darsning majburiy elementi bor. Belgilab qo'yamiz ustozlarim. Darsning majburiy elementi tashkiliy va yakuniy bosqich hisoblanadi. Ya'ni siz darsda albatta mana shu ikkita bosqichni o'tkazishingiz kerak. Chunki bu majburiy element ekan. Birinchidan darsni tashkil qilishingiz va ikkinchidan darsni yakuniy bosqichini o'tkazishingiz. Chunki tashkiliy bosqichda maqsadlar qo'yiladi. Ularni o'quvchilar tomonidan qabul qilish sharoitlari ta'minlanadi. Bilimlarni idrok etish, anglash, eslab qolish yuzasidan berilgan ko'rsatmalarni shakllanganligini ko'zda tutiladi. Darsga yakun yasash bosqichida esa maqsadlarga erishilganligi qayd etiladi. Demak, darsni qaysi bosqichida maqsadga erishilganlik qayd etilar ekan? Aziz tinglovchilar, darsga yakun yasash bosqichida maqsadga erishilganlik qayd etilar ekan. Darsning tashkiliy bosqichidachi maqsad qo'yilar ekan. Tashkiliy bosqichida maqsad qo'yilyapti, darsni yakunida esa o'sha maqsad erishilganligi nima qilinyapti? Maqsad erishilganligi qayd etilyapti. Shuning uchun ham mana shu ikki bosqich, tashkiliy va yakuniy bosqich majburiy element ekan. Shu bilan birga o'qituvchi yangi zamonaviy va odatdan tashqari ta'lim berish shakllari, dars ma'ruza, dars seminar, dars munozara, dars konferensiya, dars sayohat, dars musobaqa, mustaqil ish darslari kabi noan'anaviy metodlardan ham foydalanish mumkin. Ustozlarim, demak, yangi va zamonaviy odatdan tashqari ta'lim berish shakllari. Ta'lim berishning asosiy shakli yodingizda bo'lsa dars edi. Darsimizni boshida aytib o'tganida mana shu darsimizni boshida dars ta'limning asosiy shakli degan edim va darsdan tashqari shakllar bor deb ham aytib o'tgan edim. Demak, bular dars ma'ruza, dars seminar, dars munozara, dars konferensiya, dars sayohat, dars musobaqa va mustaqil ish darslari. Biz har doim darsni tashkil etgandan keyin nima qilamiz? Har bir darsga talab qo'yamiz. Ya'ni talablarimiz ta'limiy talab bo'ladi, talablar 3 ta bo'ladi. Ta'limiy talab birinchisi, tarbiyaviy talab ikkinchisi va rivojlantiruvchi talab uchinchisi. Ta'limiy talab, tarbiyaviy talab va rivojlantiruvchi talablarni o'zi diqqat bilan hozir o'rgansak, mazmun jihatdan bular bir-biridan farq qiladi. Qarang, ta'limiy talablar har bir darsning ta'limiy vazifalarini aniq belgilash va turli axborot vositalari bilan boyitish.
yangi o'rganilayotgan mavzuni ijtimoiy hayot, turmush tarzi bilan bog'lab, mazmunan boyitish, optimallashtirish, turli ta'lim shakllari, metodlar, ko'rinishlarni qo'llash, dars tuzilishini shakllantirishga ijodiy yondash hamda darsni yuksak pedagogik mahorat talablari asosida o'tkazishni ta'minlash kabilar deyilyapti. Demak, ta'limiy talablar nima ekan? Ta'limiy talablar bu o'sha har bir darsni turli axborot bilan boyitish, yangi o'rganilayotgan mavzuni optimallashtirish. Demak, yangi o'rganilayotgan mavzuni kal so'z qilib olamiz. Tarbiyaviy talab. Endi tarbiyaviy talab bu yerda ta'lim jarayonida o'qituvchi tomonidan yangi o'quv materiallari asosida egallangan bilimlardan tashqari uni tarbiyaviy imkoniyatlarini aniqlash, ya'ni o'quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularni tirishqoqlik, tartiblilik, mas'uliyatlilikni his etish, intizomlilik, erkin fikr yuritish, qobiliyatlilik, e'tiborlilik, halollikni shakllantirish. Demak, tarbiyaviy talab nima ekan? Umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bu kalit so'z. Rivojlantiruvchi talab esa ta'lim jarayonida o'qituvchi o'z imkoniyatlarini o'quvchilarda o'quv biluv faoliyatining ijobiy sifatlariga nisbatan qiziqishini orttirish, ijodiy tashabbuskorlik va faollikni rivojlantirish. Demak, qiziqishini orttirish va faollikni rivojlantirish bu rivojlantiruvchi talab ekan. Ya'ni o'sha ong va tafakkurni dars jarayonida shakllantirishga qaratiladi. Rivojlantirish shakllantirishga qaratilar ekan. Ustozlarim, albatta, har bir jarayonda qaysi jarayon, qanaqa kasb egasi bo'lmasin, qanday faoliyat bo'lmasin, avvalo bu narsaga kayfiyat ahamiyatga ega. Darsga ham bu juda ham muhim. Ijodiy kayfiyat. Ijodiy kayfiyat o'qituvchining ruhiy holatini bir me'yorda, bir maromda ushlab turuvchi, kasbiy jihatdan ijodkorligini ta'minlovchi, kasbiy xususiyatlarini o'zida xos jihatlarini ko'rsatuvchi, o'quvchilar jamoasiga tez kirishib ketishini ta'minlovchi vosita ekan. Demak, o'sha bizni ruhiy holatimizni bir maromda ushlab turuvchi faoliyat bu ijodiy kayfiyatimiz ekan. Masalan, o'qituvchi o'zining ijodiy kayfiyatini vujudga keltirish uchun psixologik yo'nalishlarni, xilma-xil usullarini bilish kerak. Tajribali ustoz o'quvchilar sinovdan o'tgan, ijodiy kayfiyatni ta'lim jarayonida shakllantirishni ba'zi vositalarini havola etamiz, deyapti. Qarang. Yangi o'rganilayotgan o'quv mavzusidan oldin ijobiy kayfiyat vositalarini qidirish, ya'ni har doim yangi mavzuni o'tishdan oldin o'quvchilarga qanaqadir motivatsiya ruhini berish. Sinf o'quvchilari bilan bo'layotgan har bir muloqotdan ijodiy kayfiyat uchun motivlar topish, ya'ni qanday muloqot bo'lmasin, o'sha dars jarayoningizda sinf o'quvchilari bilan muloqotdan ijodiy kayfiyat topish kerak ekan. His-tuyg'u va kechinmalarni yaxshilikka, ijodiy kayfiyatga yo'naltira olish, o'quvchilarni nojo'ya xatti-harakatlariga doimiy e'tibor bermaslik va qulay vaziyatda rasmiy va ta'sirchan tanbeh berish, dars jarayonida aslo g'azablanmaslik, o'quvchilar kulgusini achchiq so'z bilan to'xtatmaslik, aksincha to'g'ri qabul qila olish. Dars jarayonida muloyimlik, mehr-shafqatli bo'lish ulkan pedagog yutuqlar ekanligini unutmang. Doimiy jiddiylik va asabiylashish asab hamda yurak tizimini ham tez charchatishini unutmaslik. Demak, ustozlarim, har doim har qanday vaziyatda biz o'sha ijodiy kayfiyat bilan, o'quvchilar bilan muloqotdan ijodiy kayfiyatdan motiv topishimiz, hamma narsaga asabiylashmasdan, g'azabiylashmasdan va o'zimizni o'sha hissiy barqarorligimizni ushlab turishimiz kerak ekan. Pedagogik ijodkorlik. Pedagogik ijodkorlik muomala jarayonida vujudga keladigan har qanday zo'riqishni, shuningdek, boshqa noxush xabarlarni yengish uchun o'qituvchi o'z-o'zini tarbiyalash yuzasidan doimiy faoliyat olib borishi lozim. Demak, ustozlarim, biz o'sha qanaqadir zo'riqishlarni yoki noxush holatlarni umuman ortda qolmasligi uchun ham biz o'z-o'zimizni tarbiyalashimiz yuzasidan doim faoliyat olib borishimiz kerak. O'z-o'zimizni tarbiyalash usulimiz, o'z-o'ziga ta'sir qilishning qator usullari bor. Belgilab qo'yamiz ustozlarim. O'z-o'ziga ta'sir qilishning usullari
Birinchisi o'z-o'zini ishontirish, ya'ni qanaqa faoliyat bo'lsa ham o'zimizni ishontirishimiz kerak. O'z-o'ziga buyruq berish, o'z-o'zini majbur etish, o'z-o'ziga majburiyat yuklash, o'z-o'zini rag'batlantirish, o'z-o'zini jazolash, o'z-o'zini mashq qildirish va o'z-o'ziga ta'sir qilish. Demak, hurmatli ustozlar, o'z-o'ziga ta'sir qilishning usullari bir nechta ekan va ulardan eng muhimlari o'z-o'zini ishontirish, o'z-o'ziga buyruq berish, o'z-o'zini majbur qilish, o'z-o'ziga majburiyat yuklash, o'z-o'zini rag'batlantirish, o'z-o'zini jazolash, o'z-o'zigani mashq qildirish va o'z-o'ziga ta'sir qilish. O'qituvchining o'z-o'ziga ta'sir qilishi, refleksiya va uni samarali jihatlari alohida mavzu asosida o'rganiladi. Albatta, keyingi darslarda biz refleksiya mavzusini to'liq ko'rib chiqamiz. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida yuksak mahoratli, omilkor o'qituvchini shakllantirish 3 yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi. Qaytaraman. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida yuksak mahoratli, omilkor o'qituvchini shakllantirish 3 yo'nalishda amalga oshirilar. Ya'ni hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida mahoratli o'qituvchini shakllantirish 3 xil yo'nalishda olib borilyapti ekan. Birinchisi o'z mutaxassisligi bo'yicha bazaviy puxta tayyorgarlik, ya'ni o'sha kasbiy pedagogik psixologik bilimlar berish. Ikkinchisi metodologik bilimlarni egallash madaniyati. Metodologiya nima edi? Metodologiya esingizda bo'lsa, borliqni bilish nazariyasi edi. Va pedagog ijodkorlik va kreativlik. Hozirgi kunda o'sha pedagogikada oliy ta'lim muassasalarida mana shu yo'nalish bo'yicha o'qituvchilarni shakllantirish olib borilyapti ekan. Qaytaraman. Mutaxassisligi bo'yicha bazaviy puxta tayyorgarlik, metodologik bilimlarni egallash madaniyati va pedagog ijodkorlik hamda kreativlik. Keling, har biriga yana alohida to'xtalamiz. Pedagog mahorat omilkorligini ta'minlovchi xususiyatlar. Avvalo, birinchisi bazaviy omilkorlik, ya'ni har birimizda quyidagi baza bo'lishi kerak. Hammamizda mana shu baza bo'lishi kerak chimodanimizda. Birinchisi asosiy fanlar, kasbiy pedagog tayyorgarlik nuqtai nazaridan. Asosiy fanlar, o'qitish metodikasi, falsafiy bilimlar, pedagogik bilimlar, psixologik bilimlar, pedagog axloq va hokazo. Demak, bizdan qanaqa yo'nalishda baza bo'lishi kerak? Asosiy fanlarni bilishimiz, o'qitish metodikani, falsafiy bilimlarni, pedagogik bilimlarni, psixologik bilimlarni va pedagog axloqlarni. Bundan tashqari metodologik omilkorlik nima edi? Metodologik omilkorlik bu falsafiy, umummilliy va aniq fanlar darajasiga mos keluvchi metodologik bilimlarni, ta'lim muammolarini, integral faoliyatga taalluqli bilimlarni mustaqil yondashuv asosida o'zlashtira olish qobiliyati va hokazo. Demak, hurmatli ustozlar, o'sha falsafiy, umummilliy, aniq fanlar darajasidagi metodologik bilimlarni, ta'lim muammolari, integral faoliyatga taalluqli bilimlarni mustaqil yondashuv asosida o'zlashtira olish qobiliyati bu metodologik omilkorlik ekan. O'qituvchi tomonidan ta'lim jarayonini boshqarish quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin va o'qituvchi o'zining ijodkorligi hamda pedagog mahorati nuqtai nazaridan ushbu jarayonni tashkillashtiradi. Qaytaraman ustozlarim, biz hozir sizlarga o'sha o'qituvchi tomonidan ta'lim jarayonini boshqarish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi rejalashtirish, ikkinchisi tashkil etish, uchinchisi o'quv harakatlari, to'rtinchisi natijalarni to'g'ri baholash. Qaytaraman. Demak, ta'lim jarayonini boshqarish bosqichlari. Birinchi bosqich rejalashtirish bosqichi, ikkinchi bosqich tashkil etish bosqichi, uchinchisi o'quv harakatlari va to'rtinchisi natijalarni baholash va tahlil qilish. O'qituvchi faoliyatida rejalashtirish bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi? O'qituvchi faoliyatida rejalashtirish bosqichi shu kalendar, tematik yoki darslarni rejalarini tuzish bilan yakunlanadi. Rejalar, reja konspekt yoki konspektlarni tuzish uchun uzoq va jiddiy ijodiy tayyorgarlik, ijodiy faoliyat lozim bo'ladi.
Qaytaraman. Rejalar, reja konspekt yoki konspektlarni tuzish uchun uzoq va jiddiy faoliyat lozim ekan. O'qituvchi faoliyatida mustaqil ravishda o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini, ularni o'quv imkoniyatlarini, moddiy baza holatini, shaxsiy imkoniyatlarini o'rganib chiqishi, o'quv materiali mazmunini tanlab olishi va dars olib borish shakli metodini ishlab chiqish kerak. Ustozlarim, qisqa va sodda qiladigan bo'lsam, rejalashtirish bosqichi bu o'sha dars rejasini tuzish. Keyingisi o'quvchilarga dars faoliyatini tashkil etish. Demak, ikkinchi bosqichimiz tashkil etish edi. O'quvchilarga dars faoliyatini tashkil etish uchun o'qituvchi o'quvchilar oldiga o'rganilgan mavzu asosida o'quv masalalarini qo'yishi va uni bajarish uchun imkoniyatlar yaratish lozim. Bunda o'quvchilarning faoliyati bilim olishdan iborat bo'ladi. Qaytaraman. O'quvchilarga dars o'tish faoliyatini tashkil etishni nima qilish kerak ekan o'qituvchi? Avvalo o'quvchilar oldiga o'rganilgan mavzu asosida o'quv masalalarini qo'yib va uni bajarish imkoniyatini yaratish kerak ekan. Bunda o'quvchilarning faoliyati bilim olishdan iborat ekan. Keyingisi, qarang, o'sha ma'lumotni bergandan tashqari uni bajarishga ham imkoniyat yaratishimizni ham yodingizdan chiqazmang. Uchinchi bosqich bilim olish faoliyatining o'quv harakatlari ekan. Keyingisi, undan oldin mana buni to'ldiramiz. Bilim olish faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, u faoliyat qonuniyatga ega. Ya'ni bilim olish bu nima ekan? Bilim olish bu borliqni idrok etish, o'rganish, mashq qilish, muayyan talablar asosida xulq-atvor hamda ko'nikma malakalarni mustahkamlab borishi, mavjud bilimlarni takomillashtirib, boyib borish jarayoni. Demak, ustozlarim, bilim olish bu borliqni idrok etish, bilamiz. Borliqni idrok etilsa bu bilim bo'ladi. Idrok etilmagani ilmligicha qoladi. O'rganish, mashq qilish va muayyan tajribalar asosida xulq-atvor hamda ko'nikma malakalarni mustahkamlanib borishi, mavjud bilimlarni takomillashtirib, boyib borish jarayoni ekan. Bilim olishning yana bir komponenti o'quv harakatlari. O'quv harakatlari bo'lib, ular belgilangan maqsadga binoan amalga oshiriladi. Ya'ni o'quv harakati albatta shu qanaqadir belgilangan maqsad bilan amalga oshirilar ekan. O'quv harakatlari o'quv jarayonini tashkil etishning barcha bosqichlarida namoyon bo'ladi. Harakatlar tashqi kuzatiladigan va ichki kuzatilmaydigan ko'rinishda bo'ladi. Tashqi o'quv harakatlari, predmetli harakatlar, yozish, rasm chizish, tajribalar o'tkazish. Bundan tashqari perseptiv harakatlar bor. Tashqi harakatlarda tinglash, fikrlash, kuzatish, sezish. Qarang, predmetli harakat bu jismoniy harakatlarimiz, perseptiv harakat bu holat harakatimiz, ya'ni ong harakatimiz ekan. Tinglaymiz, fikrlaymiz, kuzatib sezamiz hamda nutqdan foydalanamiz. Demak, tashqi o'quv harakat predmetli va perseptiv harakatlar kabi ikkita turga bo'linar ekan. Demak, predmetli harakat va perseptiv harakat kabi ikkita turga bo'linar ekan. Ichki harakatlarimizchi? Ichki harakatlarimiz mnemonik, birinchisi, ya'ni mnemonik degani yunoncha tildan olingan bu eslab qolish madaniyati, harakatlar va materialni eslab qolish, uni tartibga solish, tashkil etish, shuningdek tasavvur va fikrlash harakatlari. Ustozlarim, ichki o'quv harakatlari bu eslab qolish. Ichki o'quv nima? Eslab qolamizda. Eslab, tartibga solamiz ongimizda va uni tashkil etamiz ongimizda. Ichki o'quv harakat, ya'ni mnemonika deyilar ekan. Natijalarni baholash va tahlil qilish 4-bosqich. Natijalarni baholash va tahlil qilishda o'quv harakatlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Ta'lim jarayonida o'quvchi tomonidan o'zini nazorat qilish, o'zini baholash va o'zini tahlil qilish o'qituvchining o'rgatuvchi harakatlari asosida shakllanadi. Bu ko'nikmalarni shakllantirish o'quvchilarni o'z tengdoshlari faoliyatini kuzatishga jalb etish,
o'zaro nazoratni tashkil etish va belgilangan mezonlar asosida faoliyat natijalarini o'zaro baholash hamda tahlil qilishga yordam beradi. Qaytaraman ustozlarim, natijalarni tahlil qilish va baholashda bu ta'lim jarayonida o'qituvchi tomonidan o'zini nazorat qilish, o'zini baholash va o'zini tahlil qilish ekan. Ya'ni o'sha sarlavhadagi harakatlar, bu ko'nikmalarni shakllantirish o'quvchilarni o'zini tengdoshlar faoliyatini kuzatishga ham jalb etar ekan. Chunki o'zaro nazorat tashkil etish bu qanaqadir belgilangan mezonlar asosida faoliyat natijalarini o'zaro baholash hamda tahlil qilishga yordam beradi. Ustozlarim, qaytaraman. O'qituvchi tomonidan ta'lim jarayonini boshqarish bosqichlari. Ta'lim jarayonini boshqarish bosqichlari 4 ta. Rejalashtirish, tashkil etish, o'quv harakatlari va natijalarini baholash, tahlil qilish. Rejalashtirishda darsga reja tuziladi. Tashkil etishda o'sha o'quvchilarning oldiga masalalar qo'yiladi va o'quvchilarga shu bilim olishga imkoniyat beriladi. O'quv harakatining maqsadi shu o'quv jarayonini tashkil etish, bu tashqi va ichki harakatlarga bo'lindi. Natijalarini baholash va tahlil etish esa bu o'sha ko'nikmalarni shakllantirish hamda o'quv jarayonidagi o'quvchi tomonidan o'zini nazorat qilib, o'zini baholab, o'zini tahlil qilish jarayoni ekan. O'qituvchining ma'lum bir fan asosida darsga tayyorgarlik ko'rishida quyidagi 3 bosqich muhim ahamiyatga ega. Tashxislash, bashoratlash va loyihalashtirish. Bu nima ustozlarim? Qarang, o'qituvchining deyapti, ma'lum bir fan doirasida, fan asosida darsga tayyorgarlik ko'rishida 3 ta bosqich. Endi bitta fanga darsga tayyorgarlik ko'rish bosqichimiz bu. Darsni boshlangungacha qadar faoliyatimiz. Mana bu yuqoridagi jarayon o'sha darsga tayyorgarlikdan tortib, darsni o'tkazib, o'sha darsdan keyingi o'sha natijalarni baholash, tahlil qilish hammasi kirib ketar-da. Lekin bu ma'lumot, bu darsgacha o'qituvchining tayyorgarligi. Ya'ni birinchi bosqich tashxislash, ikkinchi bosqich bashoratlash va uchinchi bosqich loyihalashtirish. Tashxislash o'qituvchi didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtiradi va uni natijalarini belgilaydi. O'qituvchining tashxislashida o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish imkoniyatlari, ularning faoliyatlari, xulqlari, motivlari, talab va layoqatlari, qiziqish va qobiliyatlari, bilimdonlik darajasi, bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish hamda tuzatish kabi holatlar namoyon bo'ladi. Ustozlarim, demak, tashxislashda o'qituvchi qanaqa harakat qiladi? Birinchi, o'qituvchi o'sha didaktik jarayon kechadigan, ya'ni o'sha dars jarayonini o'zi uchun oydinlashtirib oladi. Ya'ni tashxis qiladi. Uni natijalarini belgilaydi. Xo'p, mana bu metodni qo'llasam qanday bo'ladi? Mana buni qilsam natija qanaqa bo'ladi? Bolalarning darajasi qanaqa? Qiziqish qobiliyati qanaqa? degan savollarni qo'yadi. Demak, tashxislaydi. Kalit so'z sharoitlarni oydinlashtiradi deymiz tashxislashga kalit so'zni. Keyingisi bashoratlash. Bashoratlash bosqichida endi o'qituvchi tomonidan bo'lajak darsni samarali tashkil etishning turli variantlari tanlab olib, ularni baholab va qabul qilingan mezonlarga muvofiq darsni tashkil etishning eng maqbul variantini tanlab qo'llash jarayoni. Endi o'qituvchi darsni tashxisladi. Tashxislab, o'sha o'quvchilarni, sinfni bilish darajasini aniqlab bo'lgandan keyin o'sha bo'lajak darsni samarali tashkil qilish uchun eng turli variantlarni tanlab oladi. O'sha variantlarni baholaydi, o'sha qabul qilingan mezonga muvofiq darsni tashkil etadi va o'sha turli darslardan eng maqbul variantini tanlab oladi. Qaytaraman, eng maqbul variantini tanlab qo'llash bu bashoratlash bosqichini harakati.
Loyihalashtirish va rejalashtirish. Eng uchinchisi, o'quvchilarning o'quv faoliyatini boshqarish dasturini yaratish bo'lib, darsga tayyorlanishning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Loyiha qisqa, aniq, erkin tuzilgan bo'lishi kerak. O'qituvchiga boshqarish jarayonini belgilab olish imkonini beradi. Demak, loyihalashtirish men ustozlarim o'sha o'quv faoliyatini boshqarish dasturini yaratadi. O'sha darsga tayyorlanishni eng yakuniy bosqichi ham loyihalashtirish ekan. Bu loyiha boshqarish dasturida qisqa, aniq, erkin tuzilar ekan va o'qituvchi mana shu jarayonda qaysi o'quvchidan qachon so'rashdi, darsni qaysi bosqichida mavzuni kiritishi, darsni o'sha mashg'ulotning keyingi bosqichini qanaqa o'tishini belgilab olar ekan rejalashtirishda. Demak, ikkita bosqich, ikki xil narsa ustozlarim. Ta'lim jarayonini boshqarish bosqichlari o'sha darsga tayyorgarlikdan dars o'tish, darsni tashkil etish va darsning yakuniy jarayonini o'z ichiga olsa, darsga tayyorgarlik bosqichlari esa o'sha tashxislash, bashoratlash, loyihalashtirish bu darsgacha bo'lgan jarayonlar, ya'ni tashxislash, bashoratlash va loyihalashtirish ekan. Aziz ustozlarim, navbatdagi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Va sizlarga dars so'ngida shuni aytmoqchimanki, bugungi video darsimizda biz o'qituvchini ta'lim jarayonidagi o'rni, pedagog psixologik tayyorgarligi, shuningdek, zamonaviy o'qituvchi shaxsida bo'lishi zarur bo'lgan fazilatlar haqida to'xtaldik. Unutmang, o'qituvchilik bu nafaqat kasb, balki mas'uliyat va samarali burch. Har bir darsda shu o'quvchilarni bilimga yo'naltirish bilan birga ularda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish ham bizning vazifamiz. Umid qilamanki, bugungi video dars siz uchun foydali bo'ldi. Attestatsiya jarayonida ham, kundalik faoliyatingizda ham ushbu ma'lumotlar asqotadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi video darsda ko'rishguncha xayr azizlarim.